Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Michael Jacksonning o'sib yetilishi, muzikaga qo'shgan tuhfallari va kishilar ko'ngil bo'ladigan har xil temalarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Undaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Dang chiqargandan keyingi Michael shuni e'tirof qildiki, u kichik chig'ida ko'pligan danglik artistlardan nurg'unlagan narsalarni o'rganib olgan. James Brown, Sam va Davi, Jesse Wilson, Ojes muzika atirdi. Michael bu artistlar tomoshabinlarning ko'nglini haqiqiy o'ziga qaratib olaydi ekan. Chunki ular o'yin qo'yganda hammani unutib, butun vujudi bilan kirishib ketadigan deb qaradi. U ana shu artistlarning o'yinini ayminib turib ko'rayotgan chig'ida ko'nglida kunlarning birida cho'qim ularni besib tushiman degan niyatga kelgan. Kichik Michaelning shu artistlarga bo'lgan cho'qinishi, ularning putidagi qap-qar parqarab turadigan shibletga bo'lgan qiziqishini qo'zg'adi. Menga shundoq oyoqbak yarishidi. Usul o'ynaganimda meni texmi ruhliq ko'rsatdi. Kishilarning ko'zini chaqintidi deganlarni o'yladi. Michael New Yorkdagi butun do'konni arlabmi o'ziga kelgudak qora shiblet topolmadi. Chunki u texi kichik, putumu kichik edi. Shu chaqlardan tartibla Michaelning aqllari bilan o'xshamaydigan bir tarbi ro'shan ifodalashga boshladi. Kichik Michaelning naqsha va usul jihatdagi iqtidoriga aqllari yetisholmay qoldi. Michaelning muzika, o'yin qo'yishga bo'lgan havasi, talvalarchi qizg'inligi va astoydilligiga aqllari yetolmaydi. New Yorkdagi kunlarda 4 aksi yotoqda parang selishib, narsa yeyib o'ltirganda Michael hamisha sahna orqasidagi bir bo'lingda o'ltirib, ko'zini 1 minutmi sahnadagi artistlardan uzmaydi. Michael bir artist uchun sahnaning o'zi o'rganadigan va bilim oladigan eng yaxshi o'rin deb qaraydi. Michael keyin bu haqda mundaq deydi. Dunyoda eng yaxshi o'rganish ustalarning mahoratini ko'rishdan keladi. Ba'zi muzikantlar alayliq Sebrengestin o'z iqtidorining manbasini ko'ch-ko'ylarda deb qarashi mumkin. Biroq men san'atni yurtimning cho'nqur qatlamlaridan chiqaraman. Shunga mening o'rganish o'rnim sahnadir degan. Michaelning tirishchanligi bekorga ketmadi. New Yorkdagi cho'ng shaharda Apollo teatrxonasidagi musobaqalarda 5 qarindosh g'alaba qildi. Hozir ular dunyoning yuqori pallasidan o'rin oldi. Joey va bolalar o'z yurti, yeri shahriga qaytib kelishdi. 5 qarindosh to'xtamay o'yin qo'yish bilan billa kunlarning birida telefon jiringlab, biror ungeli shirkatining ularning plastinkasini chiqarmoqchi bo'lib chaqirtishini kutishdi. Apollo teatrxonasida 5 qarindoshning o'yinini ko'rgan nurg'un kishilar ularni esida obdan saqlab qolgan edi. Shular orasidan biri ularni New Yorkda o'tkaziladigan Davis Filosta o'yiniga tanishtirib qo'ydi. Bu o'yin televizorda ko'rsatiladi. Tunji qatim televizorga chiqadigan bo'lg'achqa ular to'liq hayajonlanib ketishdi. Chunki butun mamlakatdagilar ularning o'yinini ko'radi. Michael va aqllari taraf-tarafga chepib yurib, bu xabarni Geri shahridagi nurg'un odamlarga yetkazdi. Ular o'yinda aytmoqchi bo'lgan naqshlarni o'yda bekitibdi va kiyim-kechak tanladi. New Yorkka boradigan shu kunning tezroq yetib kelishini 4 ko'zi bilan kutishdi. Bir kuni dadisi bolalarga New Yorkka boradigan ishni bo'ldi qilganligini aytdi. Bolalar danq etib qoldi. Michael titrab ketdi. Aqllari cho'rqirishib ketishdi. Biroq dadisi tamkinlik bilan "Men sizlarga chaqchaq qilib qo'ydim. Mortondan sizlarni chaqirtib telefon keldi" dedi. Morton plastik shirkati. Michael va aqllarining yana bir qitim og'zi echilib qoldi. 1969-yili dadisi Joey Jackson va 5 qarindosh Jesse, Taito, Marlon, Jemayin, Michael yurti Geri shahri bilan xo'shlashib, Mortonga safar qildi. Apsi bolalarning davomli sirtlarga berib o'yin qo'yishiga ko'nib qolgan bo'lsa-mu, biroq bu qaytim ulardan mehrini uzalmay qoldi. Eni singillardan Lataya, Marien, Lande va Janetlarning mu ayrilishga ko'zi qiymay qoldi. Apsi va qolgan bolalar
bu besh qeyrindoshning ta'lining o'ngdan kelishini tilaydi. Safar ustida Mixail o'z o'y fikrida ba'zi o'zgarishlarning bo'layotganligini his qildi. Ilgari mayli Chicago, mayli New Yorkqa borganda bo'lsin, ko'nglidagidek natijalarga erishgan. Endi-chu, Mortonga borgandan keyin qandoq bo'lar? Sinoqdan o'talarmi? O yerda yana mo'jiza yaratalarmi? Mixail ko'nglida cho'qim eng yaxshi ifoda ko'rsataman deb niyat qildi. Mortonga kelibla Joey va bolalar o'zlariga yotoq va boshqa kerakliklarning taqqilinib qo'yilganligini ko'rdi. Amaliyotda Joey o'zi bir qo'lliq o'rinlashtirishni xohlaydi. Bolalarmi boshqalarning o'zlari uchun hammani bekitib berishiga ko'nalmaydi. Biroq Morton shirkati to'limi atrofli o'rinlashtirgan. Balalar yotoq kiribla televizor ko'rmoqchi bo'lganda, dadasi ularni baldir uxlashga da'vat qildi. Chunki sinoq atsa degandili bo'ladi. Safarda balalarga eg'ir harduq yetgachga karavotga chiqibli uyquga g'arq bo'lib ketdi. Atsa deganda Joey balalarni o'yg'itqili kirdi. Balalar o'rinlaridan chachirab turishdi. Oqshom toza obdan aram elib olg'achqa ruhi ko'tarangu edi. Sal turib sinoq boshlanadi. Bu Mixail va aqllarining kasbiy naqshchi bo'lish bo'lolmaslik, haqiqiy turda plastinkini chiqarolmaslikni belgilaydigan o'tkal edi. Balalar kiyinib tarinib bo'lgandan keyin dadasiga agishib qahvaxonaga kelib g'izalandi. Ondan unalg'uxonaga bordi. Bu unalg'uxonaning Amerikada xeyli danqa bor edi. Bu yer balalarning qiyos qilg'ini bilan faqat o'xshamaydi. Mixail uni to'xtab qolgan soatga o'xshatdi. Jemayin oldi bilan kirdi. Birdamdan keyin galstuk taqilgan bir balalarning oldiga keldi. U balalarning ismini birma-bir chaqirib, tosh kiyimlarini salg'uzib etib, ularni boshlab mangdi. Atrofdagi xizmatchi xodimlar bu shokichiklarning qasddan ish ko'rgan, tamkin qiyofatga kirib olganligini ko'rib kulishib ketdi. Balalar u kishiga agishib, unalg'uxonaga kirdi. Biri sinalg'uni tangshavatadi. Bosh yerga bir necha mikrofon tiklab qo'yilgan. Bu chaqda dadasi ovozini qilish uyiga kirib ketib, biri bilan bir nimalarni deyishdi. Balalar hech bo'lmagandek o'zlarini tamkin tutib turg'ini bilan amaliyotda yoshurinchi hammaga zanzirlashyotdi. Mixail kichik bo'lg'ini bilan irodalik. U shu chaqda munda xiyol qilgan. Kelgusida o'zim unalg'uxona quraman. Texi egizlatgili, paslatgili bo'ladigan mikrofon o'rnatdim. Uning bunda xiyoliga kelishiligi sabab, u chaqda u amdili 11 yoshga kirgachga, bo'yi pakar bo'lg'achqa muqim o'rnatilgan mikrofonlar uningga egiz kelib qoladi. Sinoq boshlandi. Balalar o'zini to'xtatib olib, naqshini astoydil boshladi. Eng oxirgisi kim seni so'yidi degan naqsh edi. Naqsh aytilib bo'lgandan keyin hamma timtosliq jo'mdi. Hech kim chavaqmi chalmadi, hatto gapmi qilmadi. Mixail va aqllari guldiroz olqi sadolariga ko'nib ketgachga, bu xil ahvolga bardoshlik bera olmay qoldi. Mixail chidamay qandoq aytiq deb to'llatdi. Jemayin darhol uningni chiqarma degan ishoratni qildi. Oxir bir nechaylan tangli kulishib ketdi. Bosh qeyrindosh buningdan gangirab qoldi. Bir odam ularni uzitib ochiqib qo'yg'ach, kelgininglarga rahmat deb qo'ydi. Sinoqdan o'tdimi, o'tmadimi, bir nima degil bo'lmaydi. Dadasi ancha umidsizlanibmi, ancha xo'shal bo'libmi ketmadi. Balalar asta-asta tinjib qilishdi. Sinoqdan o'tgan balalar Morton shirkatiga kirgan edi. Hammaylan shodlik cho'mdi. Morton shirkatining xo'jayini Berri Gorde balalar bilan ko'rishdi. U balalar bilan birga tarix betiga iz qoldirmoqchi ekanligini, balalarni dunyo bo'yicha eng dangliq shaxslardan qilib chiqarganligini aytdi. Balalar xo'shalligidan ma'qul deyishib boshlanishdi. Mixail shu chaqni xuddi cho'chaktiklardek kishini hayajonga soladigan ashu chaqni hargiz esidan chiqara olmaydi. Berri Gorde ularga yana sizlarning tunji plastinkanlar birinchilikka, ikkinchi plastinkanlarmi birinchilikka, uchinchi plastinkanlarmi yanada birinchilikka erishidi. Uda 3 qitim birinchilikka erishsanglar, xuddi ayol cho'lpon Diana Rossga o'xshashla g'alba qilasizlar. Cho'qim g'alba qilasizlar degan edi. Uning gapi uzunga bormayla isbotlandi.
balalarning 3 parcha plastinkasi orqama-orqadan birinchilikka erishdi. Bash qarindosh Jeksonlar Morton shirkati bilan to'xtamlashdi. Joey butun oilasidagilarni Los-Anjelesga ko'chirib kelmoqchi bo'ldi. Jekson oilasidagilar Indiana shtati Geri shahridagi uyni taqab qo'yib, Kaliforniya shtatining janubidagi cho'ng shahar Los-Anjelesga ko'chib keldi. U chaqda Mortonning xo'jayini Berry Gordy va cho'lpon Diana Rosmo Los-Anjelesdagi Berfoley ko'chasida turardi. Jekson oilasidagilar Los-Anjelesda uy izlayotganda Mikhail va Akovka qarindoshlari Gordy va Rosning uyida turishdi. Ros ko'ni cho'lpon bo'lsimi, faqatlik kibr yo'q edi. U Mikhail va akalarga nihoyat obdan qaradi. Ularning turmush jihatdagi talabini obdan qandirib qolmasdan san'at jihatdimi bolalarni ko'p yetakladi va ilhom berdi. Ros talanti urg'ib turgan Mikhaildan to'limi zo'qlanadi. U uningga rasm chizishni o'rgatdi. Yevropada o'tgan rassomlar va ularning asarlarini tanishtirdi. Shuningdan e'tiboran Mikhail rasmga qiziqib qoldi. Uning go'zal san'at jihatdagi talantimi yetarlik ravoj topdi. Dang chiqargandan keyingi Mikhail ishlagan televiziyalik muzikaning rangdor ko'rinishini, o'zgichiligi, tangdoshsizligi, qayta mukofotlanishini Rosning tegishlik to'hpisidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Keyin Mikhail shu ishlarni asga olganda o'zini bosolmasdan, "Men Rosni yaxshi ko'raman. Uni savdoyilarcha so'yiman. U mening onam, mening so'yginim, ham mening hadab. U nurg'un kishilarni bir gavda qilgan, kishini mast qiladigan shaxs" degan. Kaliforniya shtatining janubidagi go'zal manzara Mikhail va uning akalarini o'ziga qattiq jalb qilib oldi. Qarindoshlar Disney bog'chisi, Kunpetish bog'chisi, dengiz sohillari qatorliq hammani yerga chepib yurib, go'zal manzara, saf havodan yetguchi huzurlandi. Mikhail shuni tushunib yetdiki, ular bu go'zal joylardan huzurlang'ili emas, balki egilik tikligili, ro'noq topqili, go'zal kelajak uchun tirishib ishligili kelgan. Japoga chidasamla cho'qim kat cho'lpon bo'laman deb o'ylaydi Mikhail. U Morton shirkatidagi ba'zi cho'lponlarga maftun bo'lib qolgan. Ularni yaxshi ko'ratdi va ularga havas qiladi. Cho'qim shulardek cho'lpon bo'laman deb qasam ichadi. Ularning ishida Diana Ros'dan boshqa yana Semirich Robinson qatorliqlar bor edi. Mikhail ularning o'rindoshsan edi va turmushiga to'liq havas qiladi. Morton shirkatining keyingi kunlikda kat cho'lpon Stevie Wondning bir parcha bolalar plastinkasini ishlagan. Uningdan boshqa shirkatning bolalar plastinkasini ishlashda tajribasi yo'q edi. Bu bolalar muzika atirtini g'albilik tonishtirish uchun shirkat ularni har taraflama tarbiyalash va alohida jabdub chiqishni planladi. Faqat naqsha aytish, muzik chelish va usul o'ynashdan emas, boshqa jihatlarni tarbiyalashga boshladi. Shundoq bo'lganda, bash qarindosh plastinka bilanla emas, go'zal obrazi bilanmi nurg'un odamlarni o'ziga jalb qilib olaydi. Bu tadbirlarning bolalar uchun foydasi ko'p bo'ldi. Balalarga maktabda o'tilgan darslarni qaytirqinib o'rganish, barliq kishilarga, ya'ni naqsha havaskorlarga, muxbirlarga, qo'shni xulum qatorliqlarga do'stona muomala qilish degandek talablar qo'yildi. Balalar uchun kishilarga adablik muomala qilish qiyin ish emas. Chunki apsi ularga kichikdanda bu xil talabni qattiq qo'ygan. Ularni ko'nib ketgan. Kelgusida cho'lpon bo'lib ketgan taqdirdimi buni unutib qolmaydi. Biroq balalarning o'qishida avorchilik ko'rildi. Ular dars tinglab o'ltirganda ba'zilar sinfga derizdan yamishib kirib ularga qo'l qo'yg'izib, rasmini so'rab turib oldi. Oxiri bo'lmay balalar o'qituvchi taklif qilib darsni uyida o'rgandi. Morton shirkati inchkilik bilan bash qarindoshga o'ziga xos obraz loyihilab berdi. O'z oldiga choch posuni loyihilab, kiyim tikkizdi. Ularga qoida yo'sun va grammatikadan dars o'tdi. Muxbirlarning ziyoratiga va odatdagi kishilar so'rab qoladigan, masalan, qiziqishingiz nima? Yurtingiz qandoqdi? Bashinglarning birga sahnaga chiqishinglarga nisbatan qandoq tuyg'uda bo'lasizlar? Necha yoshga kirdinglar degandek bir qator masalalarga qandoq javob berishni mashq qildirdi.
Mixail va aqllari naqshi muzikallarini deb o'zlarini yaxshi ko'radigan kishilarga qiziqsimi, biroq o'zlarining barliq turmushining ommaning mulki bo'lib kelayotganligidan qisman bearam bo'lishdi. Morton shirkatidagi xizmatchi xodimlarning muxbirlarni do'rab so'ragan ajoyib g'aroyib savollarga javob berish mashqi tugab, grammatikadan va tamoq vaqtidagi qoidalardan imtihon elinib bo'lgandan keyin bosh qarindosh kiyim-kechak va choch pasoni necha qitim o'zgartirilib, ondan naqshi mashqiga tushdi. Birinchi aytadiğini ko'zim yo'lingda degan naqshi edi. Chicagodan kelgan Filade Perin bu naqshining avtori bo'lib, u ilgari Chicagodagi bazmaxonada pianinochi bo'lgan. Dal shu chaqda bazmaxona Mixail Akovkalarni naqshi o'rnashga taklif qilgan. O'yin qo'yishdan ilgari Filade Perin Indiana shtatidan bir turkum bolalarni yallab o'yin qo'yg'izganiga qaraganda bazmaxonaning kuchi ojizlab ketibdi degan edi. Biroq u bolalarning o'yinini ko'rib bo'libla darhol qarashidan yondi. Bu qitim Morton shirkati uni naqshchilarga naqshi yezib berishga taklif qilgan edi. O'ylamagan yerdan u bu bosh qarindosh bilan hamkorlashishga boshladi. Ko'zim yo'lingda degan naqsha asli Gilades Nat uchun yozilgan. Berri Gorde bosh qarindoshning mushu naqshi bilan tonilib ketishini orzu qilib, bu naqshini bosh qarindosh Jeksonlar muzika atritiga o'rlashtirdi. Ko'zim yo'lingda pishiq mashq qilinib bo'lsa, unga elinadi. Biroq dadasi Joey bolalarga unga oladigan chaqda gitar va bas gitarni Taito va Jimayin emas, balki shirkatning muzikatlari chaladiganligini aytdi. Ammo keyin naq maydonda o'yin qo'yganda gitar va bas gitarni yanada Taito va Jimayin chaladi. Undaqda bularning vazifasi texmi ig'irlashadi. Bu ikkisi cho'qim shirkatning muzikantlariga o'xshash chala oladigan bo'lishi shart edi. Unga elish jarayonida nurg'un xizmatchi xodimlar bolalardan holidan xabar oldi va ularga yetakchilik qildi. Ko'zim yo'lingdaning muzika va tekstining avtori Filade Perin, Bobby Taylor, Dick Richards, Hall Davis va Faunes Mitchell qatorliq kishilar ular uchun naqshi yezib berdi va tunji plastinkasini ishlab chiqdi. Richards bolalarning mashqi mukammal bo'ldi. O'zgartgidakmi yer qolmadi. Naqshi qismini unga olsa bo'lg'udak deb qaradi. Naqshi qismi unga elinib bo'lgandan keyin balalar uni elib Berri Gordining yeniga kirdi. Biroq u balalarni undaq oson o'tkazib etmadi. U balalarni yana qayta aytqizib, qayta unga elib oxiri rozi bo'ldi. Balalar unalg'u xonadan boshlari qiyib chiqqandilar. O'zlarining tunugun kashti kirib ketgan peti bugun atiganda chiqqanligini bilishdi. Ular Richardsning mashinasiga chiqib uyquga ketdi. Berri Gordi ishda qilchi beparvolik qilmaydigan, mukammallikda ching turadigan odam. Unga elish jarayonida u 1 minutni qo'ldan bermay, balalarni qayta aytqizdi ham naqshining ba'zi yerlariga o'zgartirish kirgizib turdi. U bir tarafdan Mixailga qandoq qilib eng yaxshi unumga erishishga yetakchilik qilsa, yana bir tarafdan Filade Peringa unga elish jarayonida nimalarga diqqat qilishi kerakligini ko'rsatib turdi. Mixail Berri Gordining ruhidan va inchki omillarni ching tutib, uning unumni eng yuqori chekka yetkazadigan qobiliyatidan cho'nqur ta'sirlandi. Mixail uningdan nurg'un narsalarni o'rganib oldi va umr bo'yi foydalandi. Muzika va naqsha ayrim unga elinib bo'lgandan keyin eng obdan moslashishi va naqshining texmi yiqimliq chiqishi uchun qayta birlashtirdi. Bara naqshining go'zalligi namoyon bo'ldi. Paydin-pay yuksak darajada mukammallashib, oxiri bitib chiqdi. Bu yerda tunji plastinka ishlash ayni chaqda Polat shahar unalg'u xonasidagidan ko'p murakkab va jafoliq edi. Mixail savrchanlik bilan hammani ko'ngil qo'yib o'rgandi. Kunlarning birida o'zining plastinkasini o'zi ishlab chiqishga ishonchi komil edi. 1969 yil noyabrda bosh qarindosh Jeksonlarning Ko'zim yo'lingda plastinkasi nashrdan chiqdi. 6 hafta ichida 2 million dona setilib, chempion o'rniga chiqdi. Ularning shonliq hayoti shuningdan boshlandi. 1970 martda bosh qarindosh Jeksonlarning ikkinchi yakki naqshlar plastinkasi ABC nashrdan chiqdi. 2 haftaga qolmayla 3 million dona setilib, yana chempionlikka erishdi.
1970 iyunda 3. yakki naqshlar plastinkasi Sen saqlagan muhabbat eng ustunlikka erishdi. Darvaqa Berry Gordy'ning so'zi amaliyotga aylangan edi. Shu yili 5 qarindosh Jeksonlar ranglik eriq xalq huquqini ilgari surish jamiyatida tarqatgan eng nodir naqsha aytish kollektivi mukofotiga erishdi. Kuzda nashrdan chiqqan Men u yerda plastinkasimi muvaffaqiyatga erishdi. 1971-yili Men u yerda plastinkasi 4-o'ringa o'tdi. 5 qarindosh Jeksonlar yana ranglik eriq xalq huquqini ilgari surish jamiyati tarqatgan eng nodir naqsha aytish kollektivi mukofotiga erishdi. 1972-yili 5 qarindosh uda 3 yil eng nodir naqsha aytish kollektivi mukofotiga erishgandan sirt yana Amerika parlamenti tarqatgan alohida tuhfikorlar mukofotiga, Amerikada alohida nopuzga ega e'lon taxtasi muzika jurnali tarqatgan eng nodir yakki naqshchi mukofoti va eng nodir yakki naqshchi mukofotiga erishdi. 1970-yilda Mikhail va akillari istiqbolining parlaq ekanligini his qilib, cheksiz iftixorlandi. Dadisi Joey va opsi Katarina, ini-singil qarindoshlarimmo cheksiz xo'shallik cho'mdi. Butun Amerika xalqi 5 qarindosh Jeksonlar va Mikhailning naqshillarini berilib anglashga boshladi. Nurg'un kishilar mastona bo'lib qilishdi. 60-yillari darajadan tashqari cho'lponlardan peshonasiga yog'liq bog'lab olganlar muzika atirdi. Hard rock muzika atirdi. Bob Dylan qatorliqlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, 70-yillarga kelganda hammasi to'xtab qolgan yoki tarqilib o'z oldiga ishlagan. Muzik sohasi yangi talantliqlarni, yangi katta cho'lponlarni, yangi ovozliqlarni maydonga keltirib atdi. Hozir ular umid yulduzini ko'rdi. U bo'lsa-mu, 5 qarindosh Jeksonlar va Mikhail Jekson edi. Qalbi qilgandan keyin ularni do'rab baqqanlarmi jiq chiqdi. Boshqa plastik shirkatlarmi bas-basda o'zlarining bolalar naqshi atratlarini maydonga chiqardi. Ulardan 5-palampay Patray oilasidagilar Osman atirti, Defranik atirti xili natijalarga erishdi. Raqobat shuncha kaskin bo'layotgan bo'lsa-mu, 5 qarindosh buningdan qo'rqib qolmadi. Raqiblarni o'zlarini texmi tirishishga, texmi tez ilgirlashga, texmi yuqori saviyaga yetishga undaydigan kuch deb qaradi. U chaqda Mikhail yanada kichik edi. Harakatlanadigan mikrofonni uning bo'yichilik tovanlatgili bo'lmaydi. Shunga u hamisha olma yashikining ustiga chiqib naqsha aytardi. Mikhail olma yashikiga dastlab turib, yurak bag'ridan chiqarib naqsha aytayotganda, o'zi ne'matlik bolalar texi xo'shal-xo'ram, g'amsiz o'ynab yurardi. Mikhail Morton shirkatining yenilki bir bog'chida o'zidan farqlanib ketmaydigan bolalarning erkin ozoda o'ynab yurganligini ko'rib, ularga qarab turib ketdi. Bu bunda g'amsiz turmushni hargizmi qiyos qila olmaydi. Mikhail kichik turibla nom chiqargani bilan qalbida cho'nqur azob bor. O'z ixtiyorligi bilan naqsha aytayotgan, naqshini chin qalbidan so'ydigan bo'lsa-mu, amaliyotda bu nihoyatda mushkul ish edi. Uning ustiga Mikhail va akillari ham o'qib, ham ishlaydi. Ular hamisha maktabdan qaytib kelib, tamoq yeyishga ulgura olmay, udul unalg'uxonaga boradi. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi.